Qani bismillah, biz bo'lmasam boshladik. Belarus 82 birdan boshladik jigarlar. Hammasi albatta sizlar uchun. Bizni albatta Texnika Bozg'orim kanali va Traktor savdo kanallarida kuzatishingiz mumkin. Biz boshladik ishni. Belarus 82 bir sotiladi. Traktor haqida ma'lumot kam do'stlar. Akamizda 1 emas, 2 emas, 3 emas, 4 emas, 10lab, 15lab bunaqa traktorlardan bor ekan. Shuning uchun aka shu nomerni qo'yib bering deb 95 543 94 94 telefon raqami qoldirgan do'stlar. Borib, ko'rib, xohlagan traktoringizni savdolashib olishingiz mumkin. Toyota, Belarus, Arion menimcha hammasidan bo'lsa kerak akamizda. Rasmni ham ko'rib turibsiz. Do'stlar, telefon raqami qoldiring. Narxida xabarimiz yo'q. Savdoga admin javobgar emas. Biz esa sizlar uchun davom etamiz. Yangilarni ko'ramiz. Xo'p do'stlar, New Holland Tis 135 traktorimiz haqida ham bitta gaplashib o'tib ketaylik. Akamiz narxini 140 million so'm debdi va aytdiki, akamiz aytish bo'yicha kelishtirib berar ekan do'stlar. Bu texnikamizni ma'lumotlari, nomerlari akamiz o'zini Telegramdan lichkasigacha Telegram kanalimizga shuni chiqazib qo'ydik. Telegram kanal manzili YouTube kanal biosida shunday turibdi. Havolasida o'tib olishingiz mumkin yoki 99 kod bilan 766 70 57 telefon raqamlari Telegram bor. Bemalol yozishingiz mumkin do'stlar. Yana qaytaraman, 99 766 70 57 telefon raqamida Telegram bor. Telegramga yozsangiz, Telegram kanalimiz havolasini tashlab beraman. O'sha yerdan o'tib bu haqda ma'lumot olishingiz mumkin. Korobka, motor, zadnimoz hammasi yaxshi holatda do'stlar. Traktor soz holatda olasiz, uni berasiz bo'ldi. Narxi 140 million. Albatta sizlar uchun kelishtirib beradi akamiz. Savdoga admin javobgar emas. Texnika bozorim kanali va traktor savdo kanallari uchun albatta obuna bo'lib qo'ying. Jigarlar, ko'pchilik izohlarda so'ragan aka, Kamazlar bo'lsa ham reklama qilib turing, ko'rsatib turing degan ekan. Akalar, mana bizda ajoyib Kamaz bor. Kamaz, kombayn, hamma texnikalarimizdan bor. Bu yerga endi hammasini chiqarishga ulgurmayapmiz do'stlar. Shu sababli biz Telegram kanaliga chiqazib o'tib ketyapmiz. Bu haqda ma'lumot 53 holati zo'r. 89-yilda ishlab chiqarilgan, motorlari soz holatda. Korobkalari yaxshi holatda turibdi. Balonlari yaxshi holatda, 50-60% soz holatda. Olasiz, uni bersangiz bo'ldi va old tarafdan ko'rinishini ham ko'rsatib ketay. Balonlari ham endi bir 50-60% yaxshi holatda. Samarqandlik akalar albatta bu joyga o'z laykingizni bosib qo'ying va 50 million so'm deyapti akamiz narxini. Qiziqqanlar bo'lsa albatta buni narxi arzonroq va nomer ham qoldirdik. Shu sababli Telegram kanalimizda ham bor ma'lumot, lekin telefon raqamiga ham qilishingiz mumkin. 99 068 98 86. Jigarlar, savdoga admin javobgar emas. Biz esa sizlar uchun albatta davom etamiz. Bitta akamiz yozibdi, aka Yito traktordan bo'lsa ham, texnikadan bo'lsa ham chiqaring deb yozgan edi. Ancha bo'lganda yozganiga. Agar o'sha akamiz bizni hozir kuzatayotgan bo'lsa, aka mana siz uchun ajoyib bitta Yito Nelix traktorimizdan ko'rsatib o'tib ketaman. Xo'p do'stlar, Yito Nelix 1054 yangi traktor, saloni idealniy holatda, narxi 425 million so'm. Naqdga sotiladi. Puliga 300 puligini 300 ga beraman. 300 emas, menimcha endi akamiz 3000 dollar deyaptimi, 300 dollarga deyaptimi, bilmadim. 300 ga beraman deb yozib qoldirgan ekan. Matochasi 7000 ekan. 700 matochasimi? Xullas, matochasi deb qoldirdi. Xullas sizlar salondan uygacha kelgan 100% garantiyada. Endi bu yog'ini albatta 88 525 70 50 telefon raqamini qoldirdik. Albatta uzr so'raymiz. Hamma ma'lumotni yozib qoldira olmadik. Bor ma'lumot Telegram kanalida, qiziqqanlar bemalol o'tib olishingiz mumkin. Biz sizlar uchun albatta davom etamiz. Jigarlar, Yito traktori ko'rdingiz albatta. Shu orada 325 millionlik yana bitta Yito traktorimizdan ko'rsatib o'tib ketay. Yito 1054, narxi 325 million so'm. Telefon raqamlari 88 525 70 50. 100% garantiya. Shunday olasiz, soqqani bosaversangiz bo'ldi, tamom. Jigarlar, bu haqda ma'lumot. Balonlari 100%, 99.9% yaxshi holatda. Korobka, motor, zadnimoz, hadovoy hech qayerda muammosi yo'q. Muammosi bo'lsa qaytarib olaman degan akamiz 1 yilgacha xolasa garantiyaga sizgacha qo'yib beraman. Yangi holatda salondan shunday chiqazib kelganman xolos debdilar. Jigarlar, 7050 telefon raqami qoldirdik. Albatta hammasi Texnika Bozorim kanalida. Siz bizni kuzatishda davom eting. Biz esa sizlarning e'tiboringizga bundan-da sarlarni ko'rsataman. Albatta videomizga like bosmagan bo'lsangiz, hoziroq bir donaga like bosib qo'ying. Sizlar uchun bitta apparat ham ko'rsatib o'tib ketay do'stlar. Bu apparat hamma biladi.
Bu mashhur apparatlardan Bedapres sotiladi, Somonpres sotiladi dedi do'stlar. Mana shu apparatimiz Bedapres, Somonpres qiladi. Buni yaxshigina tushunadi bizni kuzatayotgan kuzatuvchilarimiz. Albatta biz bu haqida ko'p ma'lumotga ega bo'lmasa ham bizni kuzatuvchilar anchagina ma'lumotga ega. Ko'rinishdan-da texnikani qanaqaligini o'zlari bilib olishadi do'stlar. Bu haqda ma'lumot remontdan chiqqan, yaxshi holatda, ya'ni ishga tayyor qilib sozlangan holatda turibdi. Narxini telefonda gaplashib olamiz. 99 356 1377 telefon raqami qoldirgan. Iltimos qilamiz Texnika bozorim kanali va Traktor savdo kanallaridan va obunachilardan bekorga bezovta qilmasdan realniy oladiganlar telefon qilsin deb akamiz yozib qoldirgan ekan do'stlar. Hammaga omad tilagan holda biz davom etamiz. Agar videoni shu yergacha kuzatib kelgan bo'lsangiz, albatta izohlarda o'z fikringizni qoldiring. Men esa sizlarga ekskavatordan bitta ko'rsataman. Mana do'stlar, biz va'da qilgan ekskavator. Bu haqda ma'lumot. Xo'p, yili 2010-yilda ishlab chiqarilgan. Holati yaxshi, ishlab turgan texnika. Narxi 31500 dollar. Realniy oladiganlarga kelishtirilib beriladi. Qolgan ma'lumotlarni telefonda gaplashib olamiz va telefon raqam 93 kodi bilan 772 59 59 telefon raqamlar. Agar do'stlar bu haqda qiziqarli yanada ma'lumotlar kerak bo'lsa, ko'proq ma'lumotlar kerak bo'lsa, Telegram kanalimizdan topishingiz mumkin. Balonlari yaxshi holatda, kavushlari ham yaxshi holatda, hammasi zo'r holatda, soz holatda, motor, korobka ularga tig' tegmagan. Shunday holatda soqqani bosib bersangiz bo'ldi deb akamiz o'zlari aytibdilar do'stlar. Qiziqqanlar bo'lsa bemalol aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Yana qaytarib aytamiz va iltimos qilib aytamizki, bekorga bezovta qilmasdan realniy oladiganlar telefon qilinglar va ma'lumot olib, borib, ko'rib gaplashib olishingiz mumkin. Do'stlar, savdoga admin javobgar emas. Ekskavatorni yangilardan yana bitta ko'rsataman sizlarga hozir. Mana do'stlar, Hyundai Elink 2006-yilda ishlab chiqarilgan. Narxi oxirida do'stlar. Xo'p, bu haqda ma'lumot motorlari yaxshi holatda. 2006-yilda ishlab chiqarilgan. Motorchasi kam debdi akamiz yozib qoldirmagan ekan. Shu sababli men ham qoldira olmadim. Motorchasi kam, yurmagan hali. Hammasi soz holatda. Olasiz, meni bersangiz bo'ldi. Rangi ekran yuzida ko'rib turganingizdek, balonlari yaxshi holatda. Narxini akamiz 25 ming dollar so'rashayotgan ekan. Agar realniy oladiganlar bo'lsa, 94 kodi bilan 240 30 94 telefon raqam qoldirdik. Aloqaga chiqib, borib, ko'rib olishingiz mumkin do'stlar. Savdoga admin javobgar emas, bunisini o'zingiz juda ham yaxshi bilasiz. Iltimos qilamiz, aloqaga chiqib, borib, ko'rib har bir texnikani tekshirib olishingizni so'raymiz do'stlar. Albatta, biz texnikaga javob bermaymiz, shunchaki reklama qilib beramiz xolos. Uni holati albatta o'zingizga havola. Biz esa davom etamiz. Do'stlar, yana bitta ekskavator ko'rsatib o'tib ketay va bu haqda ma'lumot berishdan oldin albatta yana bitta narsani iltimos qilaman do'stlar. Biz Texnika bozorim va Traktor savdo kanallarida YouTube'imizni kuzatishda davom eting. Albatta bundan da sarlarni ko'rsatib o'taman. Do'stlar, qanaqa narsani aytib o'tib ketishim kerak? Iltimos qilamiz va yana iltimos qilamizki, texnikani ko'rmasdan turib pul tashlab bermang yoki ishonmang. Borib, ko'rib, tekshirib, ustangiz olib borib olishingizni so'raymiz. Biz javob bermaymiz texnika qanaqa bo'lishiga 100% javob bermaymiz. Shunchaki ma'lumotini berib o'tib ketamiz. Tushungan albatta izohlarda o'z fikringizni qoldirib ketasiz deya umid qilaman. Volvo 60 talik ishlab yurgan texnika 90 kodi bilan 753 95 96 narxini akamiz 36 ming dollar debdi. Holati idealniy holatda deb qoldirgan. Balonlari 90%, 100% yaxshi debdi. Jigarlar, hammaga shu gap. Biz davom etamiz. Bu yo'g'ini albatta tushundingiz degan umiddaman. Savdoga admin javobgar emas albatta. Agar shu yergacha siz videoni tomosha qilib kelgan bo'lsangiz, tabriklaymiz. Siz eng sara texnikalarni ko'rish uchun xush kelibsiz. Subscribe, bizga obuna bo'ling. Pakurchik sotuvda akalar. Legma 916 motor Yuni 08 kuba 1 tonna yuk oladi. Havoga ham yuklab beradi. Telefon raqami 70 kod bilan 360 70 02 1 yil garantiya beriladi. 2026-yilda ishlab chiqarilgan. Yangi turibdi, hali ishlamagan. Narxi 160 million. Do'stlar, bu mini pakurchik narxi 160 million debdi. Akamiz menimcha yo adashib yozganlar yoki mini pakurchik narxi shunaqa bilmadim. Izohlarda fikringizni qoldirib ketasiz. Bu akamizni bir emas, ikki emas, pakurchiklar ko'p. Aloqaga chiqib, pakurchik deysizmi, mini pakurchik deysizmi, hammasini topib beradi. Albatta, bu yo'q o'zingizga bog'liq. Bekorga bezovta qilmasdan realniy oladiganlar aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Savdoga admin javobgar emas, shu gap. Bizga obuna bo'ling. Biz esa sizlar uchun davom etamiz. Do'stlar, Xmac
kompaniyasiga tegishli 1.8 kubalik pakurchik sotiladi. Narxi oxirida albatta. Bu pakurchigimiz 2020-21 yilda ishlab chiqarilgan, motor korobka ochilmagan, hamma joyi soz holatda ishlab turgan texnika. Motorchasi atiga 7000 yurgan, shunday turgan texnika. Yep-yangi holatda. Chunki ko'rinishidan ham bilinib turibdi 2025-yilda ishlab chiqarilgandek turibdi o'zi ham. Xo'p do'stlar, narxini akamiz $23500 debdi. $23500 agar realniy oladiganlar bo'lsa, yanada arzonroq qilib beriladi narxi. Yon taraflardan ko'rinishi albatta do'stlar. Xo'p, xiraroq telefonda olinganligi uchun uncha olinmagan, balonlari deyarli 80-90%, 100% yangi turibdi. 93 345 3500 telefon raqam qoldirdik. Albatta hammasi Texnika bozori kanali uchun. Ha azizlar, hammasi sizlar uchun. Biz esa davom etamiz. Qani ketdik. Jigarlar, KAMAZ so'rab ham akalarimiz yozgan ekan, izohlarda qoldirgan ekan. Aka, shu KAMAZlardan bo'lsa ham ko'rsatib turing deb, akalar biz KAMAZ samasval ko'rsatishga qaror qildik. Bizga bir ikkita KAMAZlar bor ekan. Xo'p do'stlar, KAMAZ haqida ma'lumot uncha berilmagan. KAMAZ sotiladi, hamma joyi ideal, ishlab turibdi. Narxi $10,000. 8 ta baloni yaxshi. Oldi 2 ta baloni ham yaxshi holatda. Endi jayinda idealniy bo'lmasa ham 50-60% holatda, motorlari soz holatda, hamma joyi yaxshi. Realniy oladiganlar aloqaga chiqsanglar bo'ladi debdi akalar. Men ekran yuziga telefon raqamini qoldirib ketmadim, sababi akamiz o'zi iltimosiga binoan buni Telegram kanaliga chiqazib qo'ydim va ma'lumotni realniy oladiganlar qiziqqanlar, mayli meni o'zimni lichkamga yozinglar, men ma'lumotlar bilan, telefon raqamlari bilan beraman. Aloqaga chiqib olishinglar mumkin. Savdoga admin javobgar emas, fikrlar doimgidek izohda, biz esa saralarni ko'rsatamiz. Do'stlar, videomiz ham oxirlab boryapti. Buni albatta sezgan bo'lsangiz kerak. Shu orada bitta akamiz New Hollanddan ham ko'rsatib o'tib ketayin degan ekan. Do'stlar, New Holland TES 135 narxini boshida aytib o'tib ketaman. Albatta sizlar uchun narxi $15000 sotiladi deb akamiz qoldirgan. Holati a'lo darajada, qo'shimcha 2 ta pulligi chuzuli ham bor. Xohlovchilar uchun albatta telefon raqam qoldirgan akamiz. Samarqand Qushirobodda manzil. Samarqandlik akalar, izohlarda fikringizni qoldirib keting va shunchaki omad so'zini ham qoldirib ketsangiz, mehnatimiz ozgina bo'lsa ham qadrlagan bo'lasiz. Telefon raqamlari 97 kodi bilan 874 14 14 telefon raqam qoldirib qo'ydik do'stlar. Ha do'stlar, hammasi Texnika bozorim kanalida va Traktor savdo kanalini ham albatta kuzatib borasiz degan umiddaman do'stlar. Iltimos qilamiz, videomizga like bosing. Agar shu yergacha tomosha qilib kelgan bo'lsangiz, shunchaki ishingizga omad uka deb yozib keting. Ozgina bo'lsa-da mehnatimizni qadrlagan bo'lasiz shu bilan.